vahimalik asar Qora Mushuk. 13-qism. Ablat degani bizni boshlab o'tildagi bir yer ostiga joylashgan yotoqqa boshlab kirdi. Buguncha mush yer tutib turinglar. Bu yer oshxonaga yaqin. Bir ish bo'lsa, meni telefon nomerimni bilsam-ku ablakim. deb qo'yib chiqib ketdi. Dadam enimning beshini silab turib, "Nimaga beshingni egsa bolam? Beshingni tik tut-da. Jinim tenim dil bo'lsa, sen chiqib ketma. Herkesmi bu bola o'g'irlab qo'yib qo'ymayman." "Sizlar nima deb chiqdinglar? Chiqmsanlar bo'lmamda. Yana akamni boshlab chiqibsiz." Enim shu gapni qilib bo'lib, o'nsiz yig'lab ketdi. Bu gapni anglagan dadammi o'zini tutolmagan bo'lsa kerak, ko'zdan oqqan yeshini surtib o'tgach. "Nim deysa? Men degan sening dadang. Qanchalik badal to'lasa mayli-ki, shaharga ketib, jinini boqamay, bolasi setib o'tgan gapga qilishni xohlamayman. Buni mening ajdodlarim ravo ko'maydi bolam. Men chiqib, Yoqub bilan paranglish boqay. Sizlar turib turinglar. Somkada yurtdan chiqqan yemekliklar bor. Yechanglar, yanglar. Uzun turib ketsa buzilib qoladi." deb qo'yib, o'rindan turib chiqib ketdi. Men enimning yenigiroq surilib, uningga, "Ansirma, kichikimni tortib, men doim bo'zaq qilatding. Lekin nima degan bilan sen mening inim? Men qarindishimda og'irlib qolsam bo'lmaydi." deb esilib yuzini silab ketdim. Demasimi, aka ufka ikkimiz kichikimizdan doim urishatdik. Hatto bir qatam gapimni anglamay, men uning sapni kashini kesib, o'tirdan ikki parcha qilib etsam, u maktabga 2 kun yaloyoq borgan edi. Men enim yo'qolib ketgan shu kunlarda shularni o'ylab pushaymon qilib, o'zimni necha qatam ayblab bo'lgan edim. Nemishqikin enim sal kamsiz bo'lib qolgan edi. Men uningga, "Seni kim bilib chiqdi?" desammi, bir og'iz gap qilmay faqat so'rma deb tugatdi. Qancha so'rsammi javob bermadi. Yotoq yer ostida bo'lg'achqa sirtning ahvoli bizga noma'lum edi. Soat necha bo'ldi? Qorong'u tushdimi? Hech nimani farq qila olmaydik. Bir vaqtlarda dadam qaytib kirdi. "Hey, bu to'ng'izlarni netib bekam aka. Hatto sening o'zing qilib olg'is kelyapti" deb kayniga yenib, eshikdan beshini chiqarib, yotoq sirtiga bir qarab o'tgandan keyin, "Hozircha voy Yoqubjon, voy Potugul deb o'tib turayli. Fursat bo'lsa, eningni ilib, bu yerdan qaytib ketayli. Yurtga chiqib olsak, hech nim qilolmaydi. Bularning gapi faqat mushadil o'tadi. Menga bu eski telefonni berdi. Kasib ishlatib turing deb. Men adkadan birini bejiray. Biri ish bo'lsa aloqalashib turayli. Senmi ening ko'p ezi bo'l. Yana boshqa chumluqlar planlab yurmisan?" Dadam shularni deb bo'lib, "Qani, yurtning yemekliklarini elinglar, mening yegim kelyapti" deb bayam enim ikkimiz olgan yerli yemekliklarga qo'l uzatdi. "Amsa, bularni shunday qo'yib o'tamdiq?" Men beshimni pastga qaratib, dadamdan so'radim. "Sen yana nima qila olaytding?" Enimning gapidan dadamning bir tabassum qilibroq, "Akang bilan ikkimizni o'ldi, hech nim qilolmaydi deb o'ylaganmisan bolam? Unda qo'yilmajmi? Yaxshi deyishmasak, yomon deyish bo'lsa-mu, olaman seni." Ishning ichilishidan kirib kelgan Ablat, "Buguncha bu yerda quruq yotoq qolmabdi. Qaraganda, men sizlar bilan birga qo'nib qolgandekmi? Sal qislish vaqtiga o'xshaymiz" deb chopinini mening orqamdagi karotga tashlab qo'yib, kerilib yotqoldirdi. Maqsadi hammamizga tushunish bo'lg'achqa ortiq gap qilishni xohlamaydik. Kechki tomoqni oshxonaga chiqib yeb kirgandan keyin enim dadamni quchoqlab uxlab qoldi. Men Ablat degan bilan bir karvat yotgan bo'lg'achqa ham Ablat degan xo'rak tortib meni faqat uxlag'ili qo'ymadi. Men baribir uxlayolmagandan keyin bulardan qanday qutulishni o'ylab o'tdim. Hozirgi eng muhim ish qanday qilganda bu qizil ko'zlik tuman alvasini chaqirib kelgan bo'ldigando deb bo'ynimdagi tumanni silab qo'yib. Qachonlardan ko'zim uyquga ketdikin, menmi uxlab qoldim. Birining beshimni tutib, midratqinni sizib, ko'zimni ochsam dadim. "Tur bolam, oshxonaga chiqib tomoq yeb kirayli" deb enim bilan meni boshlab oshxonaga chiqdik. Oshxonada odam ko'p bo'lg'achqa, bizmi o'zilla 2-chi qavatga chiqib o'tirdik. Keynimizda Yoqubjon chiqib, "Balliq deb qo'ydim Tursunjon. Tomoq qilib bergandan keyin balini chechini yastib, futsiq bir qurni kiyib bersak, sizmi menga yordamlashib, mush oshxonada qarishib bersangiz. Ballimi o'zining ishiga mansa, ballining sizdan ayrılg'isi kelmay, sizning ballida vaqt bek o'tib ketami?" Dadammi, "Ma'quli, shunday qildi. Amisa men Ablatga deb qo'yay, ballin chiqib kirsin" debla pastga tushib ketdi. Dadam mening qo'lig'imni kelib, "Amisa, idyoringda tayyorlik bo'lsin bolam" deb qo'yib, oldi qarab o'ldiraverdi.
Tamoq yapib turishimizga oblat degani kirib bizni oshxonaning o'ng tarafiga 100 metr neridagi bir satirishxona boshlab kirib, chechimni yostib qo'ydi. Amaliyotda bundoq choshqa umrimda o'ch edim. Choshning qisqaligidan beshimni ko'rinib qolay degan edi. U yerdan chiqib kiyim oldik. Tushga yaqin oshxona qaytib kelgandan keyin dadam bilan ko'rishib tursak, yotoqqa Yoqubjon kirdi. "Ha, Tursunjon, bola bilan paranglashib bo'lgan bo'lsangiz, amisi bog'limi, o'zining ishiga mansun." Dadam man qarab, "Amisi eniga yaxshi qara juma bola" deb ko'zini qisib qo'ydi. Men gap qilmayla yotoqdan chiqdim. Yo'l bo'yidan taksidan birini to'sdik. Albatta, biz bilan birga chiqqanlardan oblat bilan yana birsin bor edi. Yana birisining ismini bilmasam-mu, chiroydilla uningmi yaxshi nima emasligi bilinib turadi. Biz udulla bir qo'yuq odam to'plashgan bozorga bordik. Lekin bir kun kech bo'lguncha men hech nima ololmadim. Kech bo'lganda aslidagi yotoq emas, balki shaharning sirtidiroq, yo'lning bo'yiga joylashgan bir uyga keldik. Kechasi bo'lg'achqa buning qanday yer ekanligimi noma'lum edi. Ishigi yog'ochdan yasalgan bu uyning aniqla xil uzun remonat qilingan ham maxsus bizdek o'g'ri bolalarning panohlangan uy ekanligi chiqib turibdi. Biz o'yga kirsak, qatorsiz silingan 5-6 eg'iz uyning hammasining to'ki yo'q edi. Bizni boshlabla o'tuldagi bir uyga boshlab kirdi. Uyga kiribla men bilan taqdimatlik bir o'g'il bolani ham ikki qiz bolani ko'rdim. Yana 2-3 tek yeshi 20dan oshgan, qo'llarida bir qapoqni ko'tarib olgan, ko'zlarini qizartib o'ltirganlarni ko'rdim. Oblat bizni "O'ltirsha, av guylarni qishig'i berib" deb o'tildagi askar bir yog'och karvatni sharatladi. Ondan "Ha, qaraganda bolalarning bozori yaxshi o'xshamamdi. Salom og'im birni. Bugun mav ikki aramzadini kayindan maqsaq, quruq qol yondirib kirdi. Bugun qo'y yan kel deb gap qilmayli. At yana mushundoq kirdigan bo'lsa, ko'rdigan kuni bor" deb enim bilan menga sat qarab qo'yib, birisi tanilgan qapoqni kuchab sho'rashga boshladi. "Hey, birerimkida ishmaylimi?" Ardın birinin söz etiş bilen biz bilen birga chiqqani. "İçeyli bo'lsa, Erkin, sen chiqib akiramsa?" Bizning keynimizning chiqqanining ismi Erkin edi. "Ma'qul, pul ilishamsa? Mening do'kondan oshnam yo'q-ku, chiqqan qilib beradigan. Bu go'yla ozroq parcha pul bo'lsa olamidi?" "Oli?" Yana birining ozroq pul tangishi bilan chopini ko'tarib chiqib ketdi. "Menga bu yerda qarab o'tirmay kayfiyatini buzib, chiqib aramani ilisha. Hey, Aki ini ikkan, eng chetga o'yitish" deb qo'lini tangladi. Enim bilan ikkimiz hammadan burun o'rnimizdan turib, bu uydan yenib chiqdik. Keynimizdan qolgan ikki qiz bola ham bir o'g'il bola chiqdi. Hey, to'xtanglar. Sizlar okukmi? Keynimizdagi men bilan taqdimatli qiz qarab turadi. "Ha, biz akuka. Qanday deysiz?" Yo'q, mundaqla so'rashim. Hey, bu oblat degan bak eski nima? Yo, bir ketmadi. Doim urudi odamni. Sizlar menimda bu haqning qo'liga chiqqan bo'g'aydinglar. Boshqalarning qo'liga chiqqan bo'lsanglar yaxshi edi. Men bu gapni anglab kulib atkil tos qildim. Chiqqim yo'q, ammo siz enim deb chiqqanim degan bo'lsam, balkim degan gapiga pushaymon qilib qoladi. Enim gap qilmay mong'achqa, menmi uning keyindan mangdim. Biz eshikdan kirgandagi so'l chetga eng oxirdagi uyga kirdik. Uy ichining tomlarining sirli tushib ketgan. Uy ichiga ikki karvat qo'yilgan bo'lib, ustiga nefis yo'ng adel qo'yilgan. Ustimizga yopadiganga bir ko'ndirib ketgan yotgan bor edi. Menmi bugun bako'lmayam ketgachga yetib uxlab qoptiman. Tumarni kiyimimning ichiga yetib qotgan bo'lg'achqa birisi kelib bo'ynimga behra qaramasa bilolmaydi. Birining "Qopsha, bozorga mangamiz" deb varqirishidan cho'chib uyg'onib ko'zimni o'lib o'tib qarasam, oblat kalimiz qarab turadi. "Bugun bo'lsa, yana quruq kirish qo'ynivollari. Agar kayningda quruq yo'l mangdirgan bo'lsang, kech kirdigan kuning bor. Bilishdingmi?" "Bildik." Enim bilan ikkimiz suvga tushgan mushukdek beshimizni egib, salpib eshikdan chiqdik. Cho'ng yo'lga chiqibla mashinadan birini to'sib, shahar ichiga mandik. Odam qo'yiq bir bozorga kelib, mashinadan tushib, odamlar orasidan o'lch izdigach men o'tdim. Tuyuqsiz bir yanchuq ko'zim tushdi. Qo'llarim titrab ketib qolg'achqa, qanday qilishni bilmay ketkizib qo'ydim. Keynimdan kelayotgani meni bir chetga chiqib, yuzimga nechni urib etdi. "Yana tamtirson qo'ling aramliq. Yana shunda qiladigan bo'lsang-a?" Men meshildab eqotgan neshim etqach, ma'qul, endi unday qilmayman deb qaytadan odamlar orasiga sho'ng'idim. Yenimdan birisining yanchuqidan telefonni ko'rib, chandırmay elib oldim. Lekin qo'llarim titrab, qayoqdan birisi kelib urib keta yoki tutib keta deb aram turg'achqa, ittikla odam to'pidan chetga chiqdim. "Akila, nimaga shuncha aldirab qochqudek?"
Anаңı go'yning olasi. Mush eski telefon qaçdingmi? Kira menga qayta. Men beshimni egib, yana yenib kirdim. Bugun bir kun yo'l mengib, shu bir tal telefondan bilak hech nima ololmay yenib kirdik. Enimmo bir tal telefon olgan bo'lg'achqa, uningmo holi xatarlik edi. Biz uyga kirsak, qolganlarning hammasi kirib bo'lgan bo'lib, kayfiyati xil yaxshi edi. Buni ko'rgan Ablat enim bilan ikkimizni o'zimiz yotgan uyga chiqib, "Qarab beqisha shumlar boshqalarga. O'tirishlari oqsa, sen guylarning keyinda bir kun maqsaq, mush ikki tal qasbaq telefon bilan kun kesh qilishding. Farhod, kelem yerga. Atigan degan gibi misilbama?" Men beshim to'nga sangiltib, "Ba" dedim. Yuzimga tekkan qattiq tastak-tastadan burnimdan qonlar o'qdek etilib chiqib ketdi. Men esimni yig'ib bo'lguncha enimning chiyqirgan ovozini angladim. Enimmo tayoqning tastidan qutulmagan edi. Bo'ldi qila Ablat. Yangi bola emasmi? Nimaga buncha bola ursa? Men kendimga qarsam, burutluq 20 yoshlardan oshgan birisi Ablatning qo'lidagi bir kaltakni tutib olgan edi. "Qara mashumlarga, bugun ozib qoldi dexe. Atini mushunda bo'lsa, mutilib tutib olgan unmayma bilib qo'yish." U shularni deb bo'lib chiqib ketdi. Men ittik enimning yoniga berib, "Narang og'irdi ukam?" deb esilib yig'lab ketdim. Qisqasi, mendagi alvastining ko'zdan qo'rqmaydigan yurak tuyuqsizla yo'qab ketgan edi. Enim, "Buning qanab ketibdi. Shikolda suvxona bor, chiqib yuvatgan. Men o'zim tura olayman" deb bilini aran tutib, o'rindan turishga tamshilib Men enimni yulab, karvatda o'ltirg'izib qo'ygandan keyin eshikning sirtiga chiqib, suvxona tarafga mangdim. Yuzimni yuvib bo'lgandan keyin eqiyotgan qonni to'xtatay deb, beshimni ustingga ko'tarib, suvxonaning ustida beshini pastga egib, men qarab turgan bir jup qip-qizil ko'zni ko'rib, ko'zlarim chakchib ketdi. U xuddi mening oldimga etilib keldigandekla, beshini tuvanga egib, men qarab turardi. Men birdan ko'zimni uzmay qarab turdim. Turibla boyamqi qo'rqinishdan asarim yo'q, chiroyimga ochiq kulgi yugurdi. Yaliqi bir jup qizil ko'z xuddi bir narsani sezgandek ozroq u yoqdan bu yoqqa mildirab qo'ydi. Men beshimni tuvanga egib, qo'limni bir yuvatgandan keyin keynimga yenib uyga qarab mangdim. Tuyuqsizla bo'ynimdagi tumarning yeshil nur tarqatib qolganini sezdim. Ittik tumarni qo'ynimdan chiqarib qo'limga olsam, tumar yop-yeshil nur tarqatadi. Men darrov keynimga o'rilib, bayamqi qizil ko'zlik alvasti bajaga qardim. Men shu Alloh dadamning tumar yeningda bo'lsa, ular senga chiqilolmaydi, lekin sening atrofingdan neri ketmaydi degan gapini yodimga kelib, kallamga bir shum xayol keldi. Ham ochiq kulki bilan Ablat ham haliqib bir qanchadan o'ltirgan uyga qaradim. Men ular turgan uyga qarab turayotgandan keyin biz yotgan uyga yenib kirdim. Enim bilini tutib aran o'ltiradi. Men yeniga berib, uning mo'risini tutib, "G'am qilma ukam, men bularni seni urg'uniga to'g'izitaman. Hatto ularning o'likini boshqalar tunay olmaydi." Enim menga bir qarab o'tgandan keyin, "Qandoq to'yg'izsa? Asli chiqmasang bo'ladi. Bu meni tunji qitim urish emas" deb qo'yib, tizini bir silab qo'yib, jim bo'lib qoldi. Enimga qarab, bularni qana qilganda tuman alvastisining qo'lda yo'q qilaman deb o'ylab o'tdim. Oxiri bir amalni o'ylab chiqdim. O'zimcha miyiqida bir kulib qo'yib, enimning yoniga chiqib, ko'zimni osmon qartib, xiyollar eligida yetib o'tdim. Tuyuqsiz yandagi uyda yotgan qizning qattiq chirqirishi bilan beshimni ittik ko'tarib uydan chiqdim. Qolganlarmi to'pirlab yugurib chiqishibdi. "Voy, nima bo'ldi? Nima ko'rqiraysa?" Mushuk, mushuk, mushuk. U qizning mushuk degan gapidan ittikla ular aytgan uyning oldiga keldim. Derizda bir qor mushuk mengib yetibdi. Uning ko'zidan qip-qizil nur yoriydi ekan. U qiz qo'rqib ketganidan gapni aran qilib o'tdi. "Mushukni qo'rqitiramsa? Qaraganda meni toyiqim seni qo'rqitamga o'xshaydi, shundaymi?" Ablat yurib qizning oldiga ozroq mengib to'xtab qoldi. Unda qamasakka, men shu derizdan qarab qoptikanman. Derizdan ostida mengib tikan. Qarasam, uning ko'zi qip-qizil yorib yetibdi. Shunga bak qo'rqib ketdim. "Ne degan?" Murod degani derizining ostidan pastga yig'ishroq qarab qo'ygandan keyin, "Yo'qkan-ku, vaqamang bo'ldi, yetib uxlang. Yana vaqasingiz, bilasiz-ku meni ochchig'imni. Bo'ldi, chiqib orqamizni ichayli. Yura Ablat" deb qo'yib chiqib ketdi. Men bu qizning degan gapini anglab, ichimda xush bo'lib o'tdim. Garchi mushuk yanimga kelmasimi, bu qadam uning paydo bo'lishi menga cho'qim bir ishdan bishorat beradi. "Menimcha, hamma uxlash." Ablatning varqirab degan gapidan hammamiz o'zimizning o'ylarga qaytib kelishdik. Mushuk yana nimaga paydo bo'ldi?
Men inimni qutqizishim kerakmi yoki avval bo'ynimdagi bu tumordinmi? Lekin bu tumor yo'q. Men bu inimni qutqizolmaydigan o'xshayman. Yanala avval bu oblat degan go'ni yo'qday. Lekin yanala yelg'i qizning yana chiqib boqqim keldi. Asti o'rnimdan turib, u qiz yotgan uyning oldiga kelib, ishni yengil urdim. Kim o? U qizning ovozi anglandi. Men Farhod, uxlab bo'lganmidiz? Yo'q, turib turing. Endi kiring. Men eshikni ochsam, ikki qiz karvatda o'tirib paranglashib ekan. Shu sizlar bilan birdan paranglashib kirgan. Inim uxlab qoldi. Hay, ko'chami ketama bu yerdan. Oblatdan chiq to'ydi. Burungi xo'jayinimni qishig'i ketaytsam ya ketamidim. Yana bir qiz yig'lamsirab so'zlayotdi. Ay otash, sening bu bozoring yaxshi. Yoqubkamning o to'g'risi. Lekin bizcha kunda tayoq yeb, ayri bulan uchib, faqat chidag'uchiligim qolmadi. Ay, sizmi yolg'iz emas, qishingizda iningiz bor. Asli Yoqubkamning qishig'i chiqmasangiz bo'ladi. Men gap qilay deb bo'lg'icha. Manda qiling, bo'yningizdagi tumor nimandaq chiroyliq. Elingga ko'rib boqay. Bayam tumorni bo'ynimga solganda toza diqqat qilmayla kiyimning sirtqa chiqib qolgan edi. Uning qo'lini shunday uzartishig'la ko'zim deraza orqasidagi bir jup qip-qizil ko'zga tushib qoldi. Ittiklar o'rnimdan turib, "Bo'ldi, sizlar armonlarni eliveringlar. Men bu chiqib uxlay." debla ikki qadam bilan chiqib ketdim. Eshikdan chiqib, eshikni yopish uchun orqamga o'rilib, deraza tarafga qaradim. Yeliqib bir jup qizil ko'z bu ikki qizga shundoq tikilib qarab turardi. Men o'zim yotgan uyga qaytib kelib, "Hey, bu qizlar chiqilib qo'ymas bo'ladi" deb tit bo'lib, o'rnimda faqatla o'ltirolmay qoldim. Deraza oldiga berib, ularning deraza tarafga necha qatim qaradim, lekin hech bir g'ayrilik bilinmadi. Men sal xotirjam bo'lib, o'zimning o'rniga kelib o'tirdim. Lekin o'zim o'tirgan bilan xiyolim bu ikki qizda edi. Qachonlardan uxlab qoldim-ken, tumorni bo'ynimga ching selib keyin uxlab qoldim. "Qopsha shumla." Oblatning ovozini anglab, yenimning cho'chib ittik o'rindan turishini ko'rib, chetiy olmay qoldim. Cho'ng tipdagi vahimalik asar Qora mushuk. Asar avtori İftixar munbaridan Farhodjon Tursun Sirliq. 14-qism. "Qopsha shumla." Oblatning ovozini anglab, yenimning cho'chib ittik o'rindan turishini ko'rib, chetiy olmay qoldim. Tong endi suzlayotgan edi. Men yenimni qarab o'tgandan keyin o'rnimdan turib, suxonga chiqib, yuzimni yuvib kelib karvatda o'tirdim. Oblat bir muncha tilab bo'lgandan keyin, "Anlaşdingmi gapimni? Bugun men yolg'iz chiqaman keyindan. Agar bugun yana quruq kirishsang, kechda uxlayman deb o'ylashma. Meng'isha." Biz eshikdan endi chiqishimizga Oblatning oldiga erkin oldirib keldi. "Nimaga oldirib ketdi qoqsada?" Oblat erkinga hayronlik bilan qarab dedi. Güzel yo'qturdi uyda. Akşam biz tarqab bo'lgandan keyin men uni qishiq kirsam bakan toq. Hozir kirsam yo'q. "Nima?" Oblat ittik qizlar yotgan uyga qarab maqdi. "Hay qalbinur, qani go'zal." Oblatning ovozidan sal qo'rqqan Qalbinur, Shu oqshom bulluqligan, atigan qo'psam yo'q turdi. "Uning sirtqi mang'ini ko'mdingmi?" Oblat sal ochiqlab qolgan edi. Yo'q, hech qanday qish bo'lmagan. Uning ustiga eshikni men taqavandim. Qalbinur go'zal uxlagan qo'lini qarab qo'yib, beshini pastga egdi. "Qaraganda qashvetga o'xshaydi bu. Oqshomchi, sana bir ay ketish to'g'ri gap qilganmi?" Oblat bir o'rinda to'xtamay mengib, Qalbinurning ko'ziga kirib oldi. Yo'q, Qalbinur beshini chayqab turib dedi. hammamiz mushuga yig'ilib qolgandik. Oblat, "Bo'ldi, bozorga mang'dirlar, menga yuringlar. Men Yoqubkamga telefon urib qo'y." u shundoq deb qo'liga telefonni olib, sirtqa chiqib ketdi. Men o'yliga chiqdim. Bu qiz chep yomonkina. Qanday qichib ketgandi? Hech kimga tuydirmay qichib ketibdi.
Keynimden men bilan taqdimatlik heliqi o'g'il bola men qarab gap qilyotdi. Ha rost, ismim Rozi. Ismimla Paratqo deyman. Men Farhod, Abdukim mengisha. Qolganlarni bozorga menga beringlar. Yoqubkam o'zida paqirgan bo'ldi. Oblatning yog'och darvoza oldida turib to'g'lig'idan enim bilan men Oblatning kaynidan chiqdik. Lekin o'ylayotganim bu qizning yo'qolib ketishi mushu tumor bilan munosabatlikmidi? Tuman alvastisi tutib ketganmidi ya? Uning tumoriga qo'l uzatishi bilan qizil ko'zlik alvasti paydo bo'lib qoldi. Lekin u qiz tumorni tutmagan tursa, "Hey Farhod, nima xiyol qilyapsan?" deb Oblatning og'zidan azaldan anglab bo'lgan sat gapdan bir nangildi. İçimde onu bugün geçti yok tutuşunu. Yalnız Oblatning emas, balki Qalbinur hem Rozining kendim mangan ikkisini ko'zni yo'q qilib, bularni enim bilan billa yurtga yo'lga sevirtishni o'yladim. Biz bugun boshqa bir bozorga borgan edik. Men mashinadan tushibla o'zimning dars kitobida ko'radigan ham berishni orzu qiladigan bir qadimiy qurilishni ko'rib, ko'zimga ishonmay qoldim. Nimaga olmoq tursa? Qaramasangmi bu degan satichi sepili. Bugun bozorni yaxshiroq qilsang, kechki ustiga chiqib o'yindiman. Keynimdan kelgan Oblatning ovozi bilan ittik qadamlar bilan satichi sepilni bo'ylab odam quyuq bir bozorga kirdik. Qo'lim bilan asta sepilning tomlarini silab o'qiyotdim. Ko'rib olganimga ichimda xo'shalma bo'layotdim. Azaldan Uyg'urlarning yomon namatiga chiqib bo'lgan bu shaharda bizni kimni ko'rsa o'zini elib qochadi. Bizmi qaysi bir beg'otlashgandan birisi uchrab qoladi deb yanchuq marlab menvatdik. Biz yo'l bo'ylab menvatib bir ko'rikning oldiga keldik. Ko'rik ustida odamlar ko'p bo'lgach, bizmi bu yerda birdan turdik. Ko'rik palampaylik bo'lib, ko'rikning qoq o'tirisida chochlari paqpaygan, yuzlari shundoq maynat, kiyimlari jo'jul bo'lib ketgan biri sadiq qilyotdi. Boshqalar bo'lsa, uningdan o'zini qochirib, burunlarini etishib, ko'rik chiqanlarni oldirib, yana menib ko'rikdan tushib ketib boradi. O'qilanda nimanda suysiq buraydi? Inimning ovozini anglab, kichik uning qaradim. Lekin menga boshqacha bir tuyg'u berayotdi. Chunki bo'ynimdagi tumor xuddi qizib ketayotgandek bilinayotdi. Men bo'ynimdagi tumorni silab qo'yroq, qo'limni tushirib turishimga ko'zim birning yanchuqidagi telefonga tushdi. Kichik kendi menib ko'rik ustiga chiqdim. Uning qalandardan o'zini qochirib, qo'lini yanchuqdan chiqarib burnini etishi menga fursat bo'lib bergan edi. Qo'limni tiqibla telefonisini olib oldim. Lekin yuragim ansiz so'qmoqda edi. Bu so'qish telefonni elib olganligimdan emas, balki bu jo'l-jo'l bo'lib ketgan telamchining tinidan kelayotgan puroq edi. Chunki bu puroq men burun bir qatim purg'am. Kichik keynimga yenib ko'rikdan tushdim. Udulla keynimga qaramasdan menga berdim. Keynimdan Oblat kelib, "Akila, qanday telefonga?" Men telefonni yanchuqdan chiqarib bersam, Xel yaxshi telefonga. Boşanlık qilmay, teg'ime besib o'yna. Senmi shu Abdukim? Sen teg dastlab qilmading. Mana bosh bozor boramiz. Men sepil qarg'ach menvatib keynimga qaradim. Eliqi tilamchi men qarab turardi. Lekin men yeni tushunmaydigan bir ish yuz berdi. U men qarab kulimsirayotdi. Men kichik oldim qarab oldim. Uning tinidik tunish puroq. Yana men qarab kulimsirishi meni yana uyg'oqchilib qo'yotdi. Men qalbimni bir silkib etib, Oblat tuzib tayyor qilib qo'ygan mashinaga chiqib, boshqa bir bozorga bordik. Kechgacha inimni xil bir narsalarni qilib bo'ldi. Men bu yomon emas bozor qilib yenib keldim. Bak kechini ko'rgachgan men shunday bilindimi yoki rostda ahvol shundaqmi? Bugun biz yotgan bu o'yinning ichi boshqacha edi. Men o'yliga kiribla atrofga nazar soldim. Bir qarab o'tgandan keyin o'tuldagi uyga kirdik. Boshqalarning hammasi kelib bo'lgan bo'lib, bizning kirishimizga Oblat, nimanda kech qolding? Erkin qo'lidagi qapoqqa nashini o'lab selayotgach, Oblatga qarab qo'yib so'radi. Men nashining qandoq bo'lganligini burun bilmaydim. Keyin bilib oldim. Shu, bu ikki pispasni bozor o'yintib, sal yiroq berib qopti ekanmiz. Shon kech qoldik. Oblat Erkinning yendagi o'rindiqqa kelib o'tirgach, "Salom ma'g'in birni" deb qo'yib, yanchuqdan bugun enim bilan men o'g'irlagan narsalarni olg'ildirdi. Ohoy, 8800. Bu telefon bekli qimmatchimi? Xeyli shoshqo bo'lgan bu ishkisi. Erkin qo'liga bir telefonni elib, ustiga serib qo'ygach, enim bilan ikkimiz qarab gap qildi. Qaraganda oqshomgi tayoq o'tga o'xshaydi bu davqo guyliga. Oblat qo'lidagi qapoqni kuchab tortib, isini pullayotdi. Ichimda, "Oldirma, ajrim to'shdi" deb qo'yib, oqshom o'ylagan planlarini ishga oshirishni niyat qilib, Men siyib kiradigan, chiqsam bo'lamdi. deb so'radim. "Chiqa,
Yiroq ketma Jumo. Eli bir kat ayığın neysen. Oblat man qarab sal o'rpib yotdi. Ma'qul debla o'rnimdan turdim. Uydan chiqibla o'tin darvoza sirtiga oldim. Gerçi kecha bo'lsa-mu ancha qo'rqib ketmadim. Lekin bu yerda hech bir muvofiq kontam degandek yerlar yo'q edi. Ko'zim yo'lning bo'yidagi bir koni uyga tushdi. Attiganda qarag'animda bu uyda odam o'ltirganda qilmaydi. O'dul shu uy tarafga mandim. Bir tarafı buzilib ketgan konyaga ishlik bu hovlining sirtidan qarabla odam o'ltirmag'ili necha yil bo'lganligini bilgil bo'lmaydi. Hovlining ichimi bir xil ochiq ses puraydi. Men osti qadamlar bilan hovliga kirib, hovlining o'ng taraf bo'lumidagi ichi qop-qorong'i bir uyni kuzatib beqish uchun qadamimni yeni kelib mandim. Bo'ynimni ichiga silibla burnimni itib kaynib yandim. Hojatxona ekan-ku bu, nimadan sesiq? Kaynimga yeni buluraq. Bu oblat, bu hojatxonadami sesiq tursa, uni mushari boshlab kelsan bo'lg'idek. deb o'ylab, uning meni izlab chiqishini kutdim. Bilatdim, u meni cho'qim izlab chiqatdi. Chunki bugun atigan go'zal yo'qolib ketgandan boshlab, u bizdan ancha yiroq ketmas bo'lib oldi. Shu sababdanmikin uning meni izlab bu yerga kelishi ko'nglimga ayon edi. Ham oldin o'ylab qo'yganlarim bo'lg'achqa, oblatni yo'qotish men uchun xo'shalanarlik ish edi. Tuyuqsizla yenimda bir qora ko'langining soyasini ko'rib, ittik yenimi qaradim. Qarabla varqiravatdim. Eg'izimni ittik etib olib, atrofimga bir qaravatgandan keyin ingishib, bu yenimdagi qizil ko'zli qonning rangida yurib turayotgan mushukka qaradim. U men qarab, putini to'xtamay midirtatdi. Men uning putiga qarab tursam, u bir narsani sizgandek qildi. Lekin bu kechi bo'lg'achqa farq qilolmay ingishibroq qaradim. U bir odamning rasmini sizgan edi. Men tushunilmay tursam, oblatning ovozi anglandi. Farhod, neredesin? Farhod! Men derhal mushukka qarab, "Shh" debla bu sesga hojatxonaga kirdim. Burnimni itib olsam-mu, ses puruqi dimoqqa ochiq urlatdi. Farhod degan go'yning bolasi. Tep oldigan bo'lsam, pochiqini sundirtiman. Nerede bo'lsan chiqa? Uning yiqilib qolgan ovozdan bu yog'och ishga kelib bo'lganini sezdim. Men bu yerda oblatka. Men ses chiqirib aram deyaladim. Chiqam bu yerga aramdan bo'lgan go'yning bolasi. Sen bu qachoy degan biting. Ağzını sert bozupla bu konu öykü girdi. Men bu yerdan bir narsani tepib oldim. Kirib ko'rib beqma. O telefonunuzun ekranı yoritib olg'ay sirtin azroq yoruqlik kelib Bu yoruqlik yaqinlab hojatxona oldiga keldi. Yurgim sal ansiz so'qotdi. Hatto bo'ldi qilaymi ya deganimni o'yladim. Lekin yenimning ichinishi varqiran ovozi ham bu yerda turayotgan bir qancha bolalarning ovozlari meni kaynib yenishga yo'l qo'ymadi. Nima ekan u? Oblat hojatxonaning tor eshigiga birlik kelgan bo'lg'ach, ham telefonning ekranining yo'rig'i qo'shilib, uni xuddi bir yalmozga o'xshatib qo'ygan edi. Men sal o'tiqib biroq oldin tayyorlangan tumarni uning yerim uzatdim. U oldiga yana ozroq mengibla, qo'limdagi tumarni qo'liga elishig'la, orqa tarafidan ikki qip-qizil ko'zlik tuman olvasiz paydo bo'lib, uningga g'azab bilan qarayotdi. Ular xuddi tumonga o'xshaydigan bo'lib, ya puti, ya qo'lini farq qilib bo'lmaydi. Faqat bo'yimi bir metrdan ozroq egiz bo'lib, ularning eng aniq farq qilib bo'lgan yeri badani bilan yuz qismi edi. Chunki bosh qismidan faqat ko'zlar eng chilqatdi. Oblat qo'limdagi tumarni qo'liga olib, telefonining ekraniga yaqin akilib, o'rib ko'rib bir qaravatgandan keyin, "Ha, nereden tapdın ukan buni? Boshqalarga gap qilmajimi? Parqarishidan qaraganda qimmatli narsa turdi." "Parqirishidan?" Men onqirilmay qilayotdim. Tumar aslidagi holatida kumush rangda rangsiz edi. Rangsiz ham shundoq ko'na. Qalinligi 1 sm aran chiqadigan. Lekin ishinishi shundoq nafas bir tumarni oblatning parqirishidan degan gapi meni yana boshqacha uyg'u silib qo'yotdi. Hey, men ost kaynimga dojidim. "Menga chikdimiz, boshqalar o'qmusun. Siyib keldim deb gapini tugat." Oblat tumarni qo'lda chim tutib, kayni shundoq o'rlib qarabla varqiravatdi. Bu nima? Farhod aramdan bo'lgan. Sen meni nima boshlab kelding? Ular bir yo'qopla qoidadan oblatning ko'z oldida paydo bo'ldi. Ular bilan oblatning oraliqida 10 sm oraliq yo'q edi. Ular oblatning ko'ziga chin qarab etgandan keyin shopida o'rilib mon qardi. Men bu tarojitxonning temiga choplashib qoldim. Oblat birisining menga tikilganini fursat bildimi, o'rinda shunda qo'zg'alib qochoy deshiga har ikkilisi diqqatni oblatga burabla, uning keyin tarafidan busib, badanining ichiga kirib oldidan chiqib ketdi.
Ablatning echinishli ovozini anglab, ko'zimni chingib oldim. Xili uzundan keyin ko'zimni asta ochdim. Hey, yana ozroq kuchim bo'lgan bo'lsa, tomni buzib chiqib ketadigan o'xshayman. Ular meni oldimda yana kelib, yuzimni suyib qo'ydigandek yuzini o'dil qilib turardi. Bir necha qatam keynimga siljib beqib to'xtab qoldim. Ular shu zamon keyniga o'rilib, tar eshikda turgan mushukni oldiga bordi. Mushuk bilan ikki tuman alvastisi birdan o'dil turib o'tgandan keyin tuman alvastisining biri meni oldimga kelib, badanining o'ng tarafini mitirtatdi. Ko'zim uning midiratgan badanida bo'lgach, nima ishlar yuz beradi deb xiyol qilyotdim. Tuyuqsiz badanidan bir qo'l ajrab chiqdi. U osta agir qo'llarini pastga suzib, tumarning yipini tutib oldimga teg'imi yiqiroq chaplashib, qo'limga tushirib berdi. Ondan ittikla hamroyning yana qaytib berib, yana mushukning ko'ziga tikilib turardi. Mushuk yang'iroq surilib, menga bir qarab o'tgandan keyin keyniga o'rilib chiqib ketdi. Men o'zimni birdan bes olgandan keyin oldimdagi bu jasadga qaradim. Butun atrof qon. Uning madaytek bo'lib qolgan iskili sunki bu kechiga moslashib, bag'la qo'rqinch bo'lib ketgan edi. Faqat uning bir jup ko'zi liqib qolgan bo'lib, boshqa a'zolari butunlay yo'q edi. Hozirla so'ypig'ini elib o'tgan yo'l yog'ishning o'zi edi. Lekin teshidagi ahvollar ancha yaxshi emasdek qiladi. Mushukning pat-pat miyanglab qo'yishi ham xuddi hovlida quyun chiqayotgandek bilinyotdi. Men tomni bo'ylab eshik tarafiga yaqinlashdim. Asta sirt qarasam, ya mushuk yo'q, ya heliqi tuman alvastisi. Men ittik yuguribla bu koni hovlidan chiqdim. Ham bar kuchim bilan yugurib, biz turgan hovliga kirdim. Farhod, oblat qani? Erkin hovlida men qarab turardi. Yuragimni bir tutib o'tgandan keyin Uqmayman, men shu siyib kirdim. Erkin hozir bitgan holatimga qarab, Amisi nimaga asrab ketdi? Keynandan ish qo'g'limganda bu kechida. Yo'q, shu sal yiroq berib ekanman. Qo'rqib qoldim. Men shundoq deb o'tildagi uyga mangdim. Bu oblat nega ketganda? Kep qila bu adashma. Erkin shundoq deb mening keynimdan kirdi. Oblatchi, Rozini keyindan mangan bo'lsa degani, Allah, ondan Erkinga qarab qilib so'rdi. Xumudon, Farhod shib kirdim deb kiribdi. Oblat nega ketdi yo'q-ku? Erkin shunday degach, televizorning tizginligini besib, televizordan kanal o'tkazayotdi. Hech bo'lmasa, bu uyda bir kon televizor bo'lsin bar edi. Bu saat nashin toz chekib, keyib olib ketishga meni bir joyga ishlab chiqarib qo'yib, o'zi kirilib yotqib tamshaldi. Bo'ldi. Hammalar o'zinglarning uyiga chiqib boramayinglar. Erkinning ovozi bilan hammamiz o'rnimizdan turib, o'zimizning uylarga menishdik. Men qo'rqid ekanman. Go'zal bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hey. Qalbimning ovozini anglab, ittik keynimga qaradim. Bu qiz sal yig'lashga tamshalgan edi. Hey, unda demang, hali Erkin anglab qolsa yana tillaydi. Rozining kepi bilan qalbimni osti o'zini uyiga kirib ketdi. Inim bilan ikkimizmi o'zimizning uyiga kirib uxlash uchun tayyorlik qildik. Qachon kirib qo'yganki, qarasam eski jo'z ustida ikki tal posta qardab etgan banan bor ekan. Men birini inimga tanglab, yana birini o'zim suyuqlaydim. Qo'sug'ing ochdimi ukam? Men obligimga bananni bergach so'radim. Osumnimi amal? Yani shu xoltoq silib akab yurdi tomoqni. Akilib bo'g'ich qitib ketdi-ku. U shundoq degach, o'zining o'rniga chiqib yetishga tamshaldi. Men uning dumbisiga qarab, ichim echishib ketdi. Dumbi qismining saq yerlari yo'q edi. Butunlay ko'p-ko'k. Dumbangning bo'ldi ukam? deb so'radim. Shu qo'yish kuni urg'aya. U shundoq deb qo'yib, beshini deraza taraf qartib yotdi. Men birdan qarab turib ketgandan keyin uchamdagi necha kundan beri salmagan ko'ylakni og'ir soldim. deb ko'ylakni beshimga ilib qo'yib, beshimni ustiga qartib qo'yib, bayinqi ahvolni o'ylab o'tdim. Oxir yo'qoldi bu tungoz. Endi enim bilan meni urolmaydi. Endi gunovat Patigul yoki Yoqub. Oldirib ketishma. Hammani bir-birlab yo'qdiman. Shularni xiyol qilib o'tib, o'zimcha birini kulib soldim. So'rangmi sen? O'zing kulib ketgansan-a? Inimning men qarab gap qilayotganini sezib, ittiqla. Yo'q, shu burunqi vaqtda esim kelib qoldi. Ba'zi bir kulkilik ishlar. Inim qaytadan beshini to'lg'ab uyquga ketdi. Hey, dadam bilan ko'rishmagan necha kun bo'ldi? Yo telefon ura olmaymiz. Ittik obligimga qarab. Ukam, dadam bilan ko'rishdingmi?
Yo'q. Nimandaq to'li gap qilsa, uxluq ne? Enimning qilgan to'ngibidin og'irni biroq bo'ldila uxlay deb ko'zimni yumdim. Hey, Ferhat. Aran uyqu bo'lgan ko'zimni qisib turib, kallam qarasam, erkin turadi. Bugun bozordan naq pul olganmitinglar? Men Yo'q, hamiz shu telefon. Əmisi, sizlər alğan telefon bayam ablat çıxarğın şuma? Kam qılmay çıxarğandı? erkin sal aloqazorlik bilan gap qilyotdi. Men Hamiz shu. Əmis ablik kimçu? Naq pul o'g'rildimi? erkin obligimga qarab qo'yib so'radi. Men obligimga qarab qo'yib, uxmayman deyishimga obligim beshini ko'tarmay. Men ozroq pul ilib olgan. Mun qo'ydan jiqroq chiqqandiki. erkin ishtik so'radi. Əmis bayam nemish qidimidin? Ko'tira beshini. Obligim beshini tast ko'tarib, Shu keyin bozorga chiqqan shiltmas, gap qilma degashki demigan. Çoğun tipdiki vahimalik əsər Qara Meşik. Əsər avtori İftixar Munbaridan Farhodjon Tursun Sirliq. On 15. qism. Erkin ishtik so'radi. Əmis bayam nemish qidimidin? Ko'tira beshini. Obligim beshini tast ko'tarib, Shu keyin bozorga chiqqanda ishiltmas, gap qilma degashki demigan. erkin Xap. deb qo'yibla chiqib ketdi. Kallamga yangi bir o'y kirdi. Bayam, nimishqa yanchiqmi o'qtirib baxmagandimi? Bo'lmasa, shu pul bilan inimni ham dadamni yo'q silatim emasmi? Hey, bo'ldilar bosh kun elvolay. Qaytadan uxlashga kirishdim. Atsi atganda erkin bir tarafdan, Musa bir tarafdan oblatni izlayotdi. Qo'llarida kimlargadir telefon qilib oldirash edi. Biz bo'lsak, oblatning yo'qolganidan xushal edik. Gerçi gap qilmay o'ltirganimiz bilan hammamiz uning tepilmasligini tilaydik. Mushbeti yo'qolib ketsa yaxshi bo'ladi. Rozi gap qilib bo'lguncha qalblarim eg'izlashdi. Rost, busi o'zida xush bo'ladi. Mushbitim obligim o'g'irlagan mingnacha ko'yni ko'tarib qechib kelsa, bizmi ozroq bo'lsa ozod bo'ladi. Men bo'lsam, bularning gapiga quloq solgach, uning hozirgi holatini xiyol qilyotdim. Qurutqungizmi emas, sen go'yan jasadini. Ey qiziq. Oblat necha ming qo'yga yaraydigan 8800 yildan elib ketmagan odam nima deb 1700 qo'y bilan qechib ketdi deyman. Rozining degan gapi bilan men bu xiyolimdan kechib qilyotdim. Bo'ldilar o'ldi. Hech kim bilmaydi, men faqat tinmasamla. Shularni o'ylab, asta sirtga chiqishimga sirtning Yoqub bilan Patigul kirib keldi. Men Patigulni ko'ribla, uni ko'zni yo'qotish xiyolim kuchayishga boshladi. Oldirma Patigul, endi navbat sana keldi. Yoqub bilan Patigul o'ylab kiribla, o'tul meni yanıma keldi. Balam, oblat akşam seni izlab chiqqanda, uni yo'lda ko'rmaganmidi? Uning yili aralash qilgan bo'layim gapiga men bu sal beshimni tuvan qilib, Yo'q, men shu siyib kiribla sirt sal qorong'i bo'lg'achqa yuguribli yenib kirgan deb javob berdim. Yoqub obligimga qarab sal ochiqlagan qiyofatda. Oblikim balam, sen bu naq pul o'g'irlagan odam. Oblatning pulni boshqalar demaydigini anlagan ekan. Menga telefon qilsang bo'lmamdi. Bugunning niyatini bundaq yomon ekanligini bilmabdimi emasmi? Hey, menga xeyl sodiq deb o'ylasam, qandoq ezib ketgandi bugun. Yoqub Musa bilan Erkinga qarab, Oblatni o'zimizda paqay. Erkin, sen oblikim bilan Farhoddan bozorga chiqqan. Musafka, sen qalbinur bilan Rozni bozorga chiqib kiramsa. Musa sal tomuşqun ushlabroq. Bo'pti, ma'quli. Menga aytkim. Anglashmadingmi Yoqubning gapini? deb Roz bilan Qalbinurga qaradi. Roz bilan Qalbinur gap qilmayla o'yildan chiqib ketdi. Musa mo keridan chiqib ketgandan keyin Yoqub Erkinga qarab, Amsi afkam, aytini ikkisiga bekrak diqqat qilgan. Bola kichik, yo'qolib ketmasin amsi.
Sizlarmi mingla afkam. Men Patigül bilan bu ho'ylini egizga qaytirib o'tayamdi. Yatmanglar. Erkin oblikimdan ikkimizga qarab, Mingla amsa. deb bizni oldiga silib mangdi. Biz mo'ldan chiqib yo'l tarafga mangdik. Men menvatqach oblatning jasadi qolgan yo'l bo'yidagi uyga qarab qo'ydim. Ichimda uning ozroq rahimim kelib qoldi. Lekin hamon o'lib bo'ldi. Endi ichki og'riqimning foydasi yo'qdi. Biz yo'l bo'yidan mashinadan birini to'sib shahar ichiga qarab mangdik. Udulla yillik kuni tilamchini uchratgan ko'rikning yoniga kelib mashinadan tushdik. Mashinadan tushibla ko'zim ko'rik peshidagi yillik tilamchiga tushdi. U yanala shu ko'rik peshida qo'lida bir eski qochini ko'tarib boshqalardan pul tilayotdi. Men oldiroq menib ko'rikning yendiki palampayga ko'rikning ostiga qarag'ach diqqatimni atrofdagi kishilarning yonchuqqa tikayotdim. Lekin men pat-pat tilamchiga qarab qo'yganimda uning ko'zini mendan o'zmay qarab turganini sezdim. Men ko'nglimda "Qaramasang bo'ldi. Qarasangmi o'zgarib qolmaymiz" deb ichimda uni ozroq tilab qo'ygandan keyin beshimni egib ko'rikning ostidagi eqiyotgan suvga qaradim. Nimishqikin bo'zidan boshqa puroq kelyotdi. Burnimga bag'li sesiq borib ketdi. Ost kendim yenib ko'rikning beshiga qaytib tushdim. Oblikim bir narsani sezganmi, bir erning kendim agishib ko'rik beshiga chiqib ketdi. Menmi kendim agishib chiqdim. Yalqi ertilamchining yendi o'tib ketayotganda oblikimni oldigan narsani elib bo'ldi. Lekin bu tilamchining tindan kelayotgan puroq meni yana bir qatim uyquga silib qo'yotdi. Oblikimning keniga yenib menishiga menmi kendim agishib ko'rikdan yenib tushgach tilamchiga qarab qo'ydim. Umu mendan ko'zini uzmay qarab turardi. Ya menga ochiqlagan yoki qapoq turgan qiyofat emas, balki bir xil xushallik chilivlangan qiyofat qarab turardi. Uning tindik puroqni men zodi nada purgan bo'lg'aydim. Men xiyol qilgach ko'rikdan tushibla udul yo'l bo'yidagi mashinadan birini to'sib boshqa yerga ketdik. Boshqa bozorga beribla mening bozorim xil qizib qoldi. Erkinning mijozi boshqacha edi. U oblatdek undaq so'g'uq muomala qilmag'achqa inim bilan ikkimiz xili erkin bo'lib qoldik. Kech vaqti erkin bizni boshlab shaharning ichiga joylashgan bir mehmonxonaga keldi. Endi mushu yerda yotibmiz. Turib turinglar. Men Yaqubjonga telefon qilay. Qaysi yotoq ekan? Debla qo'liga telefonni oldi. Bu yotoq 2 qavat bo'lib, ostonqi qavatida 5-6 yotoq, ustingi qavatida uzun suzilgan koridor. Oz deganda 20 dan ortiq yotoq bor edi. Erkin telefonni qo'yibla pastga tushib ketdi. Ham keyindilla bir oshqushni ko'tarib chiqib, bizni eng oxirdagi bir yotoqqa kirdi. Yotoq 2 kishilik karavot bo'lib, xili kamar edi. Qolgan bolalar sal turib keldik-a. Aykin ishkinglar, mush yotoqda yotsizlar. Bugunkidek bozorni yaxshi qilsanglar, buningdanmi esli yotoqda yotqizma. Amasa, sizlar aram elayveringlar. Men chiqib, sizlarga tamoq olib kirgach, endi bu narsalarni Yaqubga berib o'tay. Sirtqa chiqmanglar juma. Deb qo'yib, yejib qo'yib chiqib ketdi. Enim bilan ikkimiz oyoqimizni selivitib, putimizni suzib, bir rahatlanib yetayotgandan keyin men o'rnimdan turib, hojatxonaga kirib, qo'limni yuvish uchun mangdim. Qo'limni yuvayotganda bugungi ish yodimga kelib qoldi. Men hojatxonadan chiqib, o'zimning karavotga kelib, putimni karavot ustiga elib o'ylanishga boshladim. Bu tilamchining tindan nima shuncha tunish puroq keldi-gamdi? Men zodi bu puroqni nada purgan bo'lg'aydim. Shuncha o'ylabmi, nada purganimni faqat o'ylab yetolmadim. İçimde bo'ldilar, balkim burun boshqa tilamchilarni uchratganimda shundan tindik puroq bilan o'xshitib qolgandim men. Hammasi o'xshash tilamchi tursa, men shularni ishimni deb bo'lib turishimga esimga bir ish shappi yetib keldi. Yetayotgan o'rnimdan beshimni itib ko'tarib o'ltirib qoldim. To'g'ri. Ovozim sal o'likchi ketdimi, obligim ihtimon qarab. Sen yana sorong bo'ldingmi nima? O'zing yoqib yuraysa? Men ishtiga qarab. Yaqubkam, hech nima bo'lmadi. Debla jim bo'lib oldim. Men bu tilamchining purg'ini buningdan 6-7 oy burun purgan. Bu yiliqi Qosimkam dadam qoldirib qo'ygan tumbanni tiqib qo'ygan yiliqi yumloq qutining og'zini ochganda, qutining ichidan targan puroq dal o'zi shu. Lekin bu nimishqa bu tilamchining tindan shundoq puroq keladi. Acaba bu tilamchining o'sha quti bilan bir munosabati bormi? Yoki bu tilamchi o'sha qutini tutib boqqan bo'lsa, puroq badniga singib qoldimi? Yana kelib, menga nimishqa buncha baq qaraydi. Yana taxi yejib qarashlari. Men ati cho'qim yana bir qatim boraman. Hey, men zoti qanday qilishim kerak?
avval Patikinning ko'zini yo'qotaymi yoki bu tumarning sirini yeymi? Eshikning g'ij qilib ochilishi bilan men eshik tarafga qaradim. Erkin qo'lida 2 so'lyoq holdida tomoqqa kirgan edi. Eningni yo'qda Farhod, tomoq yevasin. Erkinning ovozi Oblikimni uyg'otibdi-mi? Oblikim beshini itib ko'tarib, putini yerga sangiltib o'ldirdi. Uxlamabsan-ku Oblikim. Elinglar, tomoqni yevlinglar. Hali chaplashib qolmasin. Erkin qo'ldagi tomoqni jo'zi ustiga qo'yib qo'ygandan keyin ikkimiz birdan elib yeyishga boshladik. Hey, onamning aytgan lag'minini ajabmi seg'indim. Ichimda onamni o'ylab o'tib, dadam yodimga yetib qoldi. Bechora dadam qandoq turgandi? Nima ish qilayotgandi? Elinglar, dadanglar bilan ko'rishuvinglar. Erkin xuddi xiyolimni bilib qolgandekla telefonni qo'limga sundi. Men ikki telefonni elib qo'lqimga kelsam, "Bolam, qanday tinchlikmi? Oblikimcha, yaxshi turyotamda?" deb ovoz keldi. Ha, yaxshi dada. Oblikimning yenimda bor. Sizcha nima ish qilyapsiz? Sizga bir ish bo'lmagandi? Men yig'lamsirab aram diyaladim. Demisimi, necha kun bo'lg'achqa dadamni ko'rgim kelgan edi. Men sog' bolam, ansirma. Yoqubning shaharning chetidaroq bir koptoni bor ekan. Shu yerda kopchilik qilyapti. Vaqtinglar o'z kelinglar. Erkin deb qo'ydim. Akiladigan bo'ldi. Oblikimga bera telefonni bolam. Men Alafkum. Oblikim telefonni elib birdan paranglashgandan keyin telefonni Erkinga qaytarib berdi. Emis uxlanglar. At yendirek turinglar. deb qo'yib chiqib ketdi. Men tomoqimni yeb bo'lg'achqa beshimni qo'yibla uxlashga tushdim. Xiyolimda atganlikka hali ko'rikni yana qaytib berishni o'ylab qo'ydim. Atisi avvalgidekla o'rnimizdan turib bo'lgandan keyin pastga tushib bir mashinaga chiqdik. Erkinka, tunugim borgan ko'rikni yana boraylik-ku. Odam xili ko'pkan shu yerda. Bira yaxshi narsa uchrab qolandi to'xi. Erkin men qarab qo'ygandan keyin, "Mayli, ko'ngilinglar. Neda bozor yaxshi bo'lsa, shu yerga qo'ray" deb qo'yibla shopirga udul ko'rik beshiga haydashni aytdi. Tilamchi yanala ko'rik beshib turadi. Biz mashinadan tushib, Oblikim bilan ikkimiz ko'rikning yeniga kelib, odamning ancha ko'ziga chiliqmaydigan bir yerga kelib turdik. Men odamlarni kuzatgach, tilamchiga nazar soldim. Chochlari o'sib ketgan. Yuzlarini qazmoq besib olgan bu tilamchi chochlarining yon kirvekidan men qarab turadi. Men nima bo'lsa bo'lsin, mush tilamchiga bir yaqilishishni niyat qilib, yonchuqimdan bir qo'y pulni olib, udul tilamchini oldiga keldim. Ham bir qo'y pulni tilamchining qachisiga qo'yib qo'ydim. Bu uningga eng yaqin oraliqda yaqinlashim bo'lg'achqa, tendagi puroq dimiqimga qattiq urdi. To'g'ri, dal o'zi shu Qosimkamning hali tumarni saqlagan qora qutisini tarigan puroq. Lekin ahvol boshqacha edi. Balkim bu men umrimda ko'rgan eng g'aliz tilamchi bo'lsa kerak. Mening bir qo'y pulni uning qachisiga qo'yishim bilan uning chiroyi o'zgarishga boshladi. Uning aslidagi men qarab qilgan tabassumidan asar yo'q. Balki men shundoq sat muschiray holatda qarab o'tgandan keyin keyniga o'rilibla qachisiga barliq pulni keyniga o'zdan ko'ribdi. Beshimdan tutun chiqib ketgandek bo'ldim. U shu keyniga o'rilgancha ko'rikning yana bir besh tarafiga menib ko'rikdan tushib ketdi. Ham bir xil qadamga ketib qoldi. Men uning keynidan qarab qoldim. Nada o'g'irning tilamchiga pul berdigan ish bor. Tilamchinim ketkizibdi. Yura, tozimi bir pispas o'g'ir ekansan. Erkinning yenimda turib qilgan gapidan ittik hoshimga kelib, ko'rikda yenib tushdim. Bizmi boshqa bir bozorga ketdik. Lekin keynidagi bir qancha kunlarda ko'rik beshiga kelgan bo'lsaqmi, tilamchi ko'rinmaydi. Qiziq yeri, tilamchi bor vaqtda shundoq sesib qo'ygan o'stamning suyi u yo'q vaqtda undoq sesib turmaydi. Men uni yana uchirib qolamanmi deb ko'rikning atroflariga shuncha diqqat qilsam-mu, uni shu kundan keyin qayta uchirib boqmadim. Oradan bir qancha kun o'tgan bo'lsa-mu, hech qanday bir shabi bo'lmadi. Lekin eliq tuman ovostisi pat-pat paydo bo'lib, men yotgan yotoqning derisidan paydo bo'lgan bo'lib oldi. Bir kuni kechda yotoqqa kirib hayron qoldim. Ular men yotgan karavotning beshida agib yuradi. Mening yotoqqa kirishimga derizidan chiqib ketdi. Elim yaxshi, men hammaning oldida kirgan bo'lg'achqa, Erkin bilan Oblikim buni sezmadi. Men ikki xiyoli bo'lib o'tdim. Qanday qilishim kerak? Avval tumarning sirini yeyishaymi yoki bu bola o'g'irlardan qutulaymi? Men tumarning sirini yeyishni o'yladim. Lekin dadam menga nurg'un ishlarni tegib bermadi. Dadam menga bu ishlarni debasla u aniq o'lib ketadi.
mening dadamdan ayrilib qolgim kelmaydi. Lekin tumanning sirrini yechmasam, tuman alvastisidan ham bu vahimali kunlardan asla qutulolmaydim. Bir kuni men Erkinga yana heliqi ko'rik beshiq berishni aytdim. Erkin menga ozroq qoqshab qo'yib, Әмісә, шу yerdan quruq kelmaydi. deb qo'yib, bizni mashinaga chiqarib elib mangdi. Biz ko'rik beshikda birdan tursak, ko'zim birisining esilgan somkasiga tushdi. U kiyimni beshiq kelguchi o'ralgan bo'lg'achqa, uning chiroyini ko'rish asla mumkin emasdi. Ham uning yo'l mengishimi boshqacha bo'lib normal emas. Yo'l manganda bir xil oqsavroq mang'atdi. Shundoq bo'lsa-mu, uni ketkizim kelmadi. Men ikki kaynini aysh berib, osti somkasiga qo'limni tiqdim. Yuragim ansiz so'qish boshladi. Somkaning ichida liqida naq pul bo'lib, sonini bilmayli qoldim. Osti bir tutam pulni qo'limda tutib, somkadan shundoq tortishimga ko'zim uning yuz qismiga tushib qoldi. Yo'q. U men otadi, lekin ko'zim menda edi. Yuragim so'qishni to'xtab qoldimi bilmadim. Uning menga qarab yechib kulishlari. Yo'q, u asli odam emaskan-ku. Uning chiroyi xuddi qurib ketgan iskeletning o'zi. Ko'zlarining ichkirisidan taravotgan qizil nur. U oldiga qarab menotqach, men qarab qo'yib, ko'rikdan tushib ketdi. Men joyimda to'xtab qoldim. Qo'limda uning somkasini elib olgan bir tutam pul oldimga somkalagan holatda turardi. Nimaga qarab tursa, tez bo'l. Bu yerdan ketmasak bo'lmaydi. Erkinning do'lamni tutib elib meng'ishiga shundoq cho'chib ketdim. Nimaga cho'chiysa, bunchalik pulni ko'rib baxmaganmi pispas o'g'ri. Qo'lingni chilib qolar shuning bilan. Men qandoq menotma, nada hech nimani anqira olmay qoldim. Erkinning ishtirib mashinaga chiqarishi bilan sal o'zimni topdim. Erkin bo'lsa mashinaga chiqibla pul sanash bilan bo'lib ketgan edi. Lekin mening ko'zimga bayamqi iskelet boshidan men qarab kulgan holati kelyotdi. Ey, bu pul xeyli ko'pga. Yoqubjonga hammani bersakmi, bizga xashlanglar deb ozroq tutqizib qo'ydi. Bo'lsa, Tursunjonga ozroq olib berayli. Buni olgan ishkunlardan boshqalar bilmaydi. Shunga hech kimga demanglar, juma. Erkinning Tursunjonga degan gapini anglab, Yo'q, bo'ldi, hammani o'tkazib deyli, dedim. Erkin ko'zimga qarab, dadamni kavapchilik qilib ko'p pul topolmaydi. Bularga ming jon kuydirib tepib bersangmi, hargiz rozi bo'lmaydi afkam. Shunga kallangni ishlat. Shunda qilsak bo'lmamdi. Obligimning menga sal tomsib turgan holatidan ortiq gap qilmay, mayli amsa deb mashinaning darasiga qarab sirtni ko'rgach, endi bu pulning oqibati qanday bo'ladi deb o'ylayotdim. Avval o'til yotoq keldik. Erkin yanchuqidan pulni elibla sanayotdi. Uning xiyoli pulda bo'lg'achqa atrofdagi ahvollar qolisiga asla kirmaydi. Men yotoqqa kiribla o'til daraziniga berib pastga qarab turardim. Keynimga ikki toj edim. O'tlimda ikki qizil ko'zlik alvasti men qarab turardi. Lekin Erkindanmi ko'zini uzmaydi. Tova, ular kunduzda asosan ko'rinmaydi. Bugun qandoq bo'lib kunduz paydo bo'lib qolgandi? Men oldimga sal yaqin berib, derazaga choplashib biroq ularga qaradim. Ular xuddi Erkinga qarab kulib olgandek qiladi. Ko'nglim shu hamon bir shundoqni sezdi. Lekin kechikkan edim. Erkin pulni sanab bo'libla. Ma pulni Tursunjonga berayli. Qolganini Yoqubjonga chiqib beray. Deb ozroq pulni ayirib karvatning ostiga tiqib qo'ygandan keyin men qarab, Әмісә, bu ishni boshqalar dema Jumovka. Bəsən dadangı vədən yatqa emas. deb qo'yib chiqib ketdi. Men Erkinning kayniga uzoq qarab turib qoldim. Men o'rilibla derazaga qaradim. Lekin heliqi tuman alvastisining qarsi